Bugun men juda muhim masalani tushuntiraman. Agar siz 2026 yil 18 avgustgacha kerakli arizani bermasangiz, ayrim to'lovlardan quruq qolishingiz mumkin. Bu gap nafaqat pensionerlar, nafaqa oluvchilar yoki ijtimoiy yordam kutayotgan oilalarga, balki hujjatlari kechikkan, ma'lumotlari yangilanmagan, bank kartasi yoki yashash manzili o'zgargan odamlarga ham tegishli bo'lishi mumkin. Men buni qo'rqitish uchun aytmayapman. Men ko'p yillik tajribamdan bilaman. Odamlar ko'pincha pul yo'qotgani uchun emas, huquqi bo'lmagani uchun emas, aynan vaqtida ariza bermagani. Bitta hujjatni yangilamagani yoki keyinroq boraman deb yuravergani uchun to'lovsiz qoladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ko'p oilaning real pulini saqlab qoladi. Avval tizim ko'p holatda boshqacharoq ishlardi. Odam bir marta ariza berardi, bir marta ro'yxatdan o'tardi. Keyin yillar davomida to'lov kelaveradi deb o'ylardi. Kimdir pensiya oladi, kimdir bolalar nafaqasi oladi, kimdir kompensatsiya, subsidiya yoki moddiy yordam oladi. Ko'pchilik davlat o'zi biladi, mening ma'lumotim bazada turibdi deb ishonadi. Lekin hozir eng katta o'zgarish shundaki, ko'p to'lovlar, imtiyozlar va yordamlar bo'yicha ma'lumotlar muntazam tekshiriladi. Ya'ni tizim faqat siz bir paytlar ariza bergansiz degan holatga qarab qolmaydi. Sizning daromadingiz, oilaviy tarkibingiz, yashash manzilingiz, bank rekvizitingiz, mulkingiz, nogironlik yoki pensiya holatingiz, farzandlaringiz soni, ro'yxatdan o'tgan joyingiz, hatto ayrim holatlarda oiladagi mehnatga layoqatli shaxslar bor yo'qligi ham qayta ko'riladi. Mana shu joyda 2026 yil 15 avgust sanasi juda muhim bo'lib qoladi. Agar sizga tegishli to'lovni davom ettirish, qayta tayinlash, tasdiqlash yoki tiklash uchun ariza talab qilinsa, shu muddatni o'tkazib yuborish katta xatoga aylanadi. Chunki muddat o'tgandan keyin men bilmagan edim. Telefonimga xabar kelmadi, mahalladan aytishmadi. Kartam ishlamay qolgan edi degan vajlar har doim ham pulni qaytarib bermaydi. Eng oddiy misol, odam oyga 700 ming so'm yordam oladi. U ariza muddatini 3 oy kechiktiradi. Natijada 3 oy uchun 2 milyon 100 ming so'm pulni olmay qolishi mumkin. Yana bir kishi oyiga 1 milyon 200 ming so'm to'lov oladi. U 6 oy kechiksa 7 milyon 200 ming so'm yo'qotishi ehtimoli bor. Bu pul bir oilaning kommunal to'lovlari, dori-darmoni, maktab xarajatlari yoki oziq-ovqatiga ketadigan real mablag'. Men birinchi navbatda shuni aniq aytaman. Har bir odam o'z holatini tekshirtirishi kerak. Bu menga tegishli emas deb o'tirib olish noto'g'ri. Chunki to'lovlarning turi ko'p. Pensiya, nafaqa, nogironlik bo'yicha to'lov, boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi, bolalar nafaqasi, kam ta'minlangan oilalarga yordam. Uy-joy yoki kommunal kompensatsiya, ayrim kasb egalari yoki alohida toifadagi fuqarolarga beriladigan imtiyozlar, subsidiya boshqa to'lash kerak. Birinchidan, doimiy to'lov olayotgan. Lekin oxirgi 1 yil ichida hujjatlarni yangilagan odamlar. Masalan, pasportingiz ID kartaga almashtirilgan, lekin bank yoki ijtimoiy himoya organida eski ma'lumot qolgan bo'lishi mumkin. Ikkinchidan, yashash manzilini o'zgartirganlar. Siz Toshkentdan Samarqandga ko'chgan bo'lishingiz yoki bir tumandan boshqa tumanga ro'yxatga o'tgan bo'lishingiz mumkin. Tizimda eski manzil tursa, ariza ko'rib chiqilishi cho'ziladi yoki rad etilishi ham mumkin. Uchinchidan, bank kartasi o'zgarganlar. Ko'p odamlar kartasi muddati tugaganini bilmaydi. Bank kartasi yopilgan, bloklangan yoki boshqa bankka o'tkazilgan bo'lsa, to'lov tayinlangan taqdirda ham pul tushmay qolishi mumkin. To'rtinchidan, oilaviy holati o'zgarganlar, turmush qurgan, ajrashgan, farzandli bo'lgan, farzandi 18 yoshga to'lgan, uyda yashovchi oila a'zolari soni o'zgarganlar. Bunday o'zgarishlar ijtimoiy to'lovlarga bevosita ta'sir qiladi. Beshinchidan, daromadi o'zgargan oilalar. Masalan, oldin oilada hech kim rasmiy ishlamas edi, keyin bir kishi ishga kirdi yoki aksincha, oila boquvchisi ishidan ayrildi. Bu holatda yordam olish huquqi paydo bo'lishi ham, tugashi ham mumkin. Shuning uchun arizada haqiqatni ko'rsatish kerak. Noto'g'ri ma'lumot berish keyinchalik ortiqcha to'langan pulni qaytarish majburiyatiga olib kelishi mumkin. Birinchi misolni olaylik. Gulbahor opa 2 nafar farzandi bilan yashaydi. U oldin bolalar nafaqasi olgan. Oyiga 600 ming so'm atrofida yordam kelib turgan. Keyin katta farzandi maktabni bitirib kollejga kirdi, kichigi esa hali maktabda. Gulbahor opa men oldin ariza berganman, pul o'zi davom etadi deb yurdi.
lekin oilaviy tarkib va farzandlarning holati qayta tekshirilishi kerak bo'lgan. U arizani kech berdi. Natijada 2 oy to'lov to'xtab qoldi. Agar u muddatdan oldin mahallaga borib, hujjatlarini yangilaganda to'lov uzilmasligi mumkin edi. Ikkinchi misol. Anvar aka nogironlik bo'yicha to'lov oladi. Uning bank kartasi muddati tugagan. U yangi karta ochgan, lekin yangi karta raqamini tegishli tashkilotga bermagan. Tizimda eski karta turibdi. Pul ajratilgan bo'lsa ham o'tkazma qaytgan. Anvar aka esa menga pul bermay qo'yishdi deb o'ylaydi. Aslida muammo hujjatda emas, rekvizitda. Bunday holatda odam darhol bankdan ma'lumotnoma olishi, yangi karta ma'lumotini taqdim qilishi va ariza orqali to'lovni tiklashni so'rashi kerak. Uchinchi misol. Bir oila kam ta'minlangan sifatida yordam olmoqchi. Oilada 5 kishi bor: ota, ona va 3 farzand. Ota mavsumiy ishlaydi. Ona ishlamaydi. Ularning oylik daromadi bir oy 2 million so'm bo'ladi. Boshqa oy umuman daromad bo'lmaydi. Agar ariza bermasa tizim ularni avtomatik topib pul beradi deb o'ylash xato. Arizada oilaning real daromadi, yashash sharoiti, farzandlar soni, mavjud mulk va boshqa ma'lumotlar ko'rsatiladi. Ariza bo'lmasa ko'rib chiqish ham bo'lmaydi. 4-misol. Pensiya yoshidagi odam boshqa viloyatga ko'chib o'tadi. U ro'yxatini yangilamaydi. Eski manzilda turibdi. Hujjatlar tekshirilganda yashash joyi bo'yicha nomuvofiqlik chiqadi. To'lov vaqtincha to'xtashi yoki qo'shimcha tasdiq talab qilinishi mumkin. Odam men 3 yil ishlaganman, nega endi menga pul bermayapti deydi. Bu yerda masala mehnat stajida emas, ma'lumotlarning mos kelishida. Endi kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkinligini ham aytaman. Agar sizning to'lovingiz avtomatik tarzda tayinlangan, barcha hujjatlaringiz yangilangan, bank kartangiz faol, yashash manzilingiz to'g'ri, oilaviy va daromad holatingizda o'zgarish bo'lmagan bo'lsa, sizda xavf kamroq bo'lishi mumkin. Lekin men baribir tekshirtirishni tavsiya qilaman. Chunki xavf kamroq degani umuman muammo bo'lmaydi degani emas. Agar siz yaqinda ariza bergan bo'lsangiz, sizga qabul qilinganligi haqida tasdiq berilgan bo'lsa, arizangiz raqami bo'lsa, natijani kuzatib borayotgan bo'lsangiz, bu yaxshi. Lekin ariza topshirganingizning o'zi ham yetarli emas. Ariza qabul qilinganmi? Ro'yxatga olinganmi? Ko'rib chiqilyaptimi? Qo'shimcha hujjat so'ralganmi? Rad javobi berilganmi? Mana shularni bilish kerak. Ko'p odam ariza topshirib, keyin umuman tekshirmaydi. Oradan vaqt o'tadi, keyin ma'lum bo'ladiki, hujjatda bitta raqam xato yozilgan yoki ma'lumotnoma yetishmagan. Endi eng muhim nozik joylarga o'taman. Birinchi noziklik. Barcha to'lovlar bir xil qoidaga bo'ysunmaydi. Ba'zi to'lovlar avtomatik davom etadi, ba'zilari esa qayta ariza talab qiladi. Masalan, bir nafaqa turida har 6 oyda tekshiruv bo'lishi mumkin. Boshqasida 1 yil. Yana boshqasida holat o'zgarganda qayta tasdiq kerak bo'ladi. Shuning uchun qo'shningizning holati sizniki bilan bir xil bo'lmasligi mumkin. Qo'shningizga pul kelayotgani sizga ham keladi degani emas. Sizga kelmayotgani esa siz huquqingizni yo'qotdingiz degani ham emas. Tekshirish kerak. Ikkinchi noziklik, muddatni o'tkazib yuborish har doim ham huquqni butunlay yo'qotish degani emas. Lekin o'tgan oylar uchun pulni olish qiyinlashadi. Masalan, siz 10-avgustgacha ariza berishingiz kerak edi, lekin 20-sentyabrda bordingiz. Tashkilot arizangizni qabul qilishi mumkin. Lekin to'lovni ariza bergan sanadan boshlab hisoblash ehtimoli bor. Demak, siz bir oy yoki undan ko'proq davr uchun pulni yo'qotasiz. Aynan shuning uchun muddat muhim. 3-noziklik. Hujjat topshirishda og'zaki gapga ishonib qolmang. Bo'ldi, opajon, ko'rib chiqamiz, tashlab ketdi, keyin xabar beramiz degan gaplar yaxshi. Lekin sizda ariza qabul qilinganini tasdiqlovchi dalil bo'lishi kerak. Bu ariza raqami, elektron tasdiq, qabul qilingan sana, mas'ul xodimning qaydi yoki portal orqali kelgan xabar bo'lishi mumkin. Ertaga nizo chiqsa, men kelgan edim degan gapni isbotlash qiyin bo'ladi. 4-noziklik, telefon raqamingiz yangilangan bo'lishi kerak. Hozir ko'p xabarlar SMS orqali yoki elektron kabinet orqali keladi. Agar siz eski raqamni ishlatmay qo'ygan bo'lsangiz, ogohlantirishni ko'rmay qolishingiz mumkin. Keyin menga hech kim aytmadi deysiz, lekin tizim xabar yuborgan bo'ladi. Shuning uchun bank, davlat xizmatlari portali, mahalla va boshqa tegishli joylarda telefon raqamingiz to'g'ri ekanini tekshiring. 5-noziklik. Nomingizdagi mulk, avtomobil yoki rasmiy daromad masalasi. Ba'zi yordam turlarida oilaning mulkiy holati inobatga olinadi. Masalan, odam o'zi kambag'al yashashi mumkin,
lekin nomida eski avtomobil turibdi. Yoki qarindoshi bir paytlar uyini uning nomiga rasmiylashtirgan. Tizim esa buni ko'radi va bu odamda mol-mulk bor deb baholashi mumkin. Shuning uchun ariza berishdan oldin o'zingizning nomingizda nima borligini bilib oling. Kadastr, transport, bank, soliq ma'lumotlarida xatolik bo'lsa, uni oldindan to'g'rilang. 6. Noziklik, nogironlik, kasallik parvarish yoki boquvchisini yo'qotganlik holatlarida muddatlar yanada muhim. Masalan, tibbiy xulosa muddati tugagan bo'lishi mumkin. Nogironlik guruhi qayta ko'rikdan o'tkazilishi kerak bo'lishi mumkin. Farzand boquvchisini yo'qotganlik nafaqasini olayotgan bo'lsa, uning o'qish joyidan ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Bitta ma'lumotnoma kechiksa, to'lov ham kechikadi. 7. Noziklik, arizada noto'g'ri yoki chala ma'lumot berish. Ba'zi odamlar daromadimni yozmasam, ko'proq yordam olaman deb o'ylaydi. Bu juda xavfli, chunki keyin ma'lumotlar soliq, bank, kadastr yoki boshqa bazalar orqali chiqib qoladi. Agar sizga asossiz pul to'langan deb topilsa, uni qaytarish talab qilinishi mumkin. Bundan tashqari keyingi arizalaringizga ham salbiy ta'sir qiladi. Men har doim halol va aniq ma'lumot berishni maslahat beraman. Endi nima qilish kerakligini aniq bosqichma-bosqich aytaman. 1. Qadam. O'zingiz olayotgan yoki olishni kutayotgan to'lov turini aniqlang. Bu pensiyami, nafaqami, bolalar puli yoki moddiy yordammi, kompensatsiyami, subsidiyami, alohida imtiyozmi? Nomini aniq biling. Chunki har bir to'lovning talabi boshqacha. 2. Qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. ID karta yoki pasport, JSHR, yashash manzili, telefon raqami, nikoh yoki ajrim hujjati, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomasi. Nogironlik bo'yicha hujjat, pensiya hujjati, bank kartasi rekvizitlari tayyor bo'lishi kerak. Agar hujjat muddati tugagan bo'lsa, arizani oxirgi kunga qoldirmang. Hujjat yangilashning o'zi ham vaqt oladi. 3. Qadam. Bank rekvizitini aniqlang. Kartangiz faolmi? Muddati tugamaganmi? Plastik karta sizning nomingizdami? Hisob raqami yopilmaganmi? Agar to'lov sizning nomingizdagi hisobga tushishi kerak bo'lsa, boshqa odamning kartasini berish muammo tug'dirishi mumkin. Bankdan rekvizit ma'lumotnomasini olib qo'yish foydali. 4. Qadam. Mahalla yoki tegishli ijtimoiy himoya organiga boring. Agar siz elektron xizmatlardan foydalana olsangiz, my.gov.uz yoki tegishli rasmiy portal orqali ariza holatini tekshiring. Lekin internetdan foydalanishga qiynalsangiz, mahalladagi mas'ul xodimga, ijtimoiy xodimga yoki tuman ijtimoiy himoya bo'limiga murojaat qiling. Menga 2026 yil bugun 9 avgustgacha ariza berish kerakmi? Mening to'lovim qayta tasdiqlanadimi? Qanday hujjat yetishmayapti deb aniq so'rang. 5. Qadam. Arizani yozganda umumiy gaplar bilan cheklanib qolmang. Masalan, menga yordam bering deb yozish yetarli emas. Arizada o'zingizning F.ish, JSHR, yashash manzili, telefon raqami, to'lov turi deb nima sababdan murojaat qilayotganingiz, oilaviy holatingiz va ilova qilinayotgan hujjatlar ro'yxati ko'rsatilishi kerak. Agar to'lov to'xtagan bo'lsa, falon oydan buyon to'lov kelmayapti. Sababini aniqlash va qonuniy asos bo'lsa tiklashni so'rayman deb yozish mumkin. 6. Qadam. Ariza topshirganingizni tasdiqlovchi hujjatni saqlang. Elektron ariza bo'lsa, ariza raqamini yozib oling yoki skrinshot qiling. Qog'ozda topshirsangiz, qabul qilingan sana va raqam qo'yilgan nusxasini oling. Bu juda muhim. Chunki ertaga siz ariza bermagansiz deyilsa, sizda dalil bo'ladi. 7. Qadam. Arizani topshirgandan keyin jim o'tirmang. Har 7 kunda holatini tekshiring. Qo'shimcha hujjat so'ralgan bo'lsa, darhol olib boring. Ba'zan ariza rad etilmaydi, lekin ma'lumot yetishmayapti, holatda turib qoladi. Odam esa kutaveradi. Natijada vaqt o'tadi. 8. Qadam. Rad javobi kelsa, sababini yozma shaklda oling. Og'zaki sizga mumkin emas degan javob bilan cheklanib qolmang. Rad etish sababi aniq bo'lishi kerak. Daromad oshib ketganmi? Hujjat yetishmayaptimi? Manzil mos emasmi? Bank rekviziti xatomi? Mulk bo'yicha cheklov bormi? Sababni bilsangiz xatoni tuzatish mumkin. Sababni bilmasangiz nima qilishni ham bilmaysiz. 9. Qadam. Agar siz haqiqatan ham huquqingiz bor deb hisoblasangiz, yuqori tashkilotga yoki vakolatli idoraga shikoyat qilishdan qo'rqmang. Lekin shikoyat ham tartibli bo'lishi kerak. Unda ariza raqami, topshirilgan sana, rad javobi, sizning e'tirozingiz va ilova hujjatlar bo'lishi lozim. Menga pul bermayapti deb umumiy yozishdan ko'ra, mening arizam falon sanada qabul qilingan, falon sabab bilan rad etilgan. Lekin mana bu hujjatga ko'ra men talablarga javob beraman deb yozish kuchliroq. 10. Qadam.
Bu 1 avgustning oxirgi kun deb emas, undan oldingi chegara deb biling. Men amaliyotda shuni ko'p ko'rganman. Odam oxirgi kuni boradi. Navbat ko'p bo'ladi. Tizim ishlamay qoladi. Hujjat yetishmaydi. Mas'ul xodim boshqa joyda bo'ladi. Keyin bir kun kechikadi. Bir kun kechikish esa ba'zan bir oylik yoki bir necha oylik to'lovga ta'sir qiladi. Shuning uchun men tomoshabinlarga doim aytaman. Bunday ishlarni kamida 20-30 kun oldin boshlang. Birinchi xato, menga baribir keladi deb o'ylash. Yo'q, hozir ko'p jarayonlarda ariza va tasdiq kerak. Ikkinchi xato, mahalla o'zi biladi deyish. Mahalla yordam berishi mumkin. Lekin sizning hujjatingiz uchun birinchi mas'ul o'zingizsiz. Uchinchi xato, qo'shnim shunday qilgan deb boshqa odam tajribasiga suyanish. Har bir oilaning daromadi. Tarkibiy mulki hujjati alohida. To'rtinchi xato, hujjatlarni oxirgi kunga qoldirish. Bitta ma'lumotnoma uchun ham 2-3 kun ketishi mumkin. Beshinchi xato, bank kartasini tekshirmaslik. Pul tayinlanadi, lekin karta muammosi sabab tushmaydi. 6-xato, telefon raqamini yangilamaslik. Sizga xabar yuboriladi, lekin eski raqamga ketadi. 7-xato, rad javobini tushunmasdan qo'l siltash. Ko'p rad javoblar tuzatiladigan sabablar bilan bog'liq bo'ladi. Agar siz hozir to'lov olayotgan bo'lsangiz, bugun 3 narsani tekshiring. Hujjatlarim yangimi? Bank kartam ishlayaptimi? Ariza yoki qayta tasdiq kerak emasmi? Agar siz to'lov olishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, bugunoq to'lov turini aniqlang, kerakli hujjatlarni yig'ing va ariza berish tartibini so'rang. Agar sizning to'lovingiz to'xtagan bo'lsa, sababini yozma ravishda aniqlang va tiklash bo'yicha ariza kiriting. Xulosa shuki, 2026-yil 19 avgust sanasini e'tiborsiz qoldirmang. Agar sizga ariza berish, hujjat yangilash yoki to'lovni qayta tasdiqlash talabi tegishli bo'lsa, kechikish real pul yo'qotishga olib kelishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l hoziroq holatingizni tekshirish, hujjatlarni tayyorlash, arizani vaqtida topshirish va qabul qilinganini tasdiqlab olish. Sizlardan so'rayman, izohlarda yozing. Siz qaysi to'lov bo'yicha savolga egasiz? Ariza topshirganmisiz yoki hali bilmayapsizmi? Bu mavzu ko'pchilikka kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bitta vaqtida berilgan ariza oilaning bir necha oylik pulini saqlab qolishi mumkin.